AQShda 4,5 million dollardan ko'p o'g'irlagan mahsulotni o'zbekistonliklar qo'lga olinishdi. Moskvada 14 yasharlik qizni urgan millatchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Rossiyada mehnat muhojirlari uchun госпошлинlarning narxi ancha ko'tarildi. Moskvaning Mitin rayonida mehnat muhojirlar mushtlashdi. Qirg'iziston hukumatı vatanga qaytayotgan mehnat muhojirlarga bir nechta imkoniyatlar haqida rasmiy ma'lumot berdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 7-iyun va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin men sizlarga Rosmigrantning yangi bir loyihasi haqida aytib bermoqchiman. Agarda siz Rossiyada pasportingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz yoki qayerdadir shu mehnat muhojirlariga tegishli pasportni topib olgan bo'lsangiz, endi Rosmigrantga kirib bu haqida rasmiy ma'lumot berishingiz mumkin. Va bu menimcha juda muhim yangilik, chunki meni kuzatib kelayotganlar bilishadi, ilgari bizda shu pasport topildi degan Telegramda guruhimiz bor edi. Bu guruhda har kuni o'nlab butun Rossiya bo'yicha murojaatlarga ega bo'lganmiz. Kimdir pasport topib olgan, kimdir yo'qotgan va bu guruh orqali ko'p odamlar o'z pasportlarini topib olishgan. Afsuski, Telegram bu gruppani blok qilib qo'ydi va mana nihoyat Rosmigrant ilovasida siz bu xizmat bilan foydalanishingiz mumkin. Xo'sh, shu yerdan Rosmigrantga silga chiqadi, yuklab olinglar va shu topilgan, yo'qolgan pasportlar haqida ma'lumotlarni yuklanglar. Endi Rossiyada mehnat muhojirlar tibbiy ko'rikdan 90 kunda emas, balki 30 kunda o'tish kerak bo'ladi. Aynan shunga tegishli qonunning 3-iyun kuni Sovet Federatsiyasi tasdiqladi. Mehnat muhojirlarga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun 90 kunni 30 kungacha qisqartirishdi. Eslatib o'taman, bu ko'rikka VIH, har xil infeksiyalar, giyohvand iste'mol qilish va yana bir nechta ko'riklar kiritilgan. Xullas, endi siz ham Rossiyada 90 kundan ko'p qolmoqchi bo'lsangiz, siz 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tishingiz shart. Yangi qonun 1-sentyabr 2026-yildan keyin to'liq qo'llanadi. Agarda siz ham Rossiyaga 1-sentyabrdan keyin kelmoqchi bo'lsangiz, albatta bu qonunga ogoh bo'ling. Keyingi yangilik AQShdan keldi. Bu yerda FBR xodimlari tomonidan 8 ta o'zbekistonlik qo'lga olinishdi. Ular Nyu-Yorkda istiqomat qilishgan va shu bir jinoyat guruhini qurib, 4,5 million dollarlik mahsulotlarni o'g'irlashgan. Asosiy bu tamaki mahsulotlari bo'lgan. Ular birovlarga atalgan mahsulotlarni qalbaki hujjatlar bilan kelib, shu furalarga, traklarga gruzit qilib, qora bozorda sotishgan. Bular o'g'irlagan mahsulotlar ichida tamaki mahsulot 3 million dollarga, go'sht mahsulotlari 400 ming dollarga va har xil sirlar ham 400 ming dollarga. Bu guruh o'z faoliyatini asosiy Pensilvaniya, Virjiniya va Nyu-Jersi shtatlarida olib borishgan. O'z o'rnida bu yigitlar juda ham bir chiroyli hayot olib borishgan, yaxshi joylarda yashab, qimmatbaho mashinalarda yurib va aynan shu harakatlar ham politsiya va FBR xodimlari tomonidan ularni aniqlashga yordam berdi. Siz bu voqealar haqida nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Moskvaning Salaryevo parkidan keldi. Bu yerda 14 yasharlik buryatiyalik qizaloq millatchi ayollar tomonidan kaltaklandi. Bu yangilik ommaviy axborotga chiqib ketgandan keyin buryatiyalik Rossiya fuqarolar o'z e'tirozini bildirishni boshlashdi. Natijada Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari Bastrikin xuliganstvo moddasi bilan jinoyat ishini qo'zg'atishni qaror qildi. Niyat qilamizki, bunday millatchi shaxslarga nisbatan qonun doirasida hamma kerak bo'lgan choralar ko'riladi. Endi Rossiyada mehnat muhojirlari uchun госпошлинаlar ancha ko'tarildi. Masalan, Rossiya fuqaroligini olish uchun endi госпошлинаning narxi 50 ming rubl bo'ladi. Bir xilgi госпошлинаlar 1 ming rubldan 8 ming rublgacha ko'paydi. Mening shu xushnos sifatida fikrim bo'yicha bunday госпошлинаlarni 50 ming rublgacha ko'tarish Rossiyaning qonunchiligini o'ziga teskari desak bo'ladi. Chunki bu yangi госпошлинаlar kam ta'minlangan oilalarga Rossiya fuqaroligini olishni yo'lini yopib qo'yadi. Bu esa Rossiyaning konstitutsiyasi va qonunchiligi bo'yicha mutlaqo noto'g'ri. O'tgan hafta
shu mitingda mehnat muhojirlar orasida bo'lgan mushtlash videosi butun internetda tarqab ketdi. Aynan Mitin rayonida hozir bir maktab qurilmoqda va shu maktab qurilish maydonida bu xunuk voqea yuz bergan. Endi baland ehtimol bilan Mitin rayonida politsiya xodimlari katta reydlarni o'tkazishni boshlaydi. Odatdagi meni Krasnogorskiy va Mitin rayonidan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, vaziyat qanday? Assalomu alaykum. Men Jambotayeva Nigora. Bundan bir necha kun avval farzandimni davolatish uchun yordam so'rab Bahrom Ismoilovga murojaat yuborgan edim. Yordam berishdi. Xudoga shukr, hozirgi kunda lecheniyasini davom etkazyapmiz. Rahmat Saxovat fondiga, Saxovat fondi asoschisi Bahrom Ismoilovga va barcha biz qo'llab-quvvatlab turgan, duoda bo'lgan xalqimizga rahmat. Aynan siz Mir privilegiya orqali uyga pul yuborganingiz uchun biz Saxovat fondi orqali Rossiyada qiyin vaziyatga tushib qolgan mehnat muhojirlariga va ularning oila a'zolariga yordam berishga imkoniyatga egamiz. Xo'sh, shu yerdan Mir privilegiyaga silka chiqadi. Bundan tashqari videoni opisaniyasida ham silkalarni yuklab qo'yamiz. Bu ilovani yuklab olinglar va uyga pul yuborayotganingizda promokod o'zbek terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi va siz Saxovat fondiga yordam berasiz. Rossiyada MVD va FSB xodimlari tomonidan 8 ta O'rta Osiyolik shaxs Rossiya fuqaroligidan mahrum bo'lishdi. Bularning ichida Kroks voqealariga tegishli bo'lgan shaxs, yana bittasi bir necha marta Organizatsiya nezakonniy migratsiya moddasi bilan sudlangan, 3tasi propaganda antirossiyskih настроений moddasi bilan Rossiya fuqaroligidan mahrum bo'lishdi va qolganlari shu etnik diasporalarga tegishli faoliyati deb fuqarolikdan mahrum bo'lishdi. Bularning ichida 5tasi o'z vataniga deportatsiya bo'lishdi, 3tasiga nisbatan esa ozodlikdan mahrum qilish sud qarorlari qo'llanmoqda. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2875 shaxs shu vaqtgacha Rossiya fuqaroligidan mahrum bo'lishdi. Imkoniyat bilan foydalanib aytib o'taman, agarda siz bunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz, albatta sudga murojaat qilinglar. Aynan sud orqali siz MVDni shunday qarorlarni qonun doirasida bekor qilishingiz mumkin va sizning fuqaroligingiz tiklanadi. Do'stlar, bizga murojaat qilish uchun Musofir ilovasi bilan foydalaninglar. Bu videoni opisaniyasiga yuklab qo'yamiz. Aynan shu ilova orqali bizga, shu yuristlarimizga, advokatlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Har xil bizning fotolarimizni qo'ygan firibgar Telegram kanallardan ehtiyot bo'ling. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin yana bir qarorga imzo qo'ydi. Bu qarorga binoan endi Rossiya fuqaroligiga hujjatlarni topshirayotganingizda siz endi sudlamaganligingiz haqida ma'lumotni taqdim qilishingiz kerak. Rus tilida spravka nesudimости deyiladi. Eslatib o'taman, ilgari bunday spravkalar kerak bo'lmasdi, chunki Rossiyaning FMS, keyin MVD vakolat idoralari bunday ma'lumotlarni o'zlari bazalardan ko'rib olishga imkoniyatga ega edi. Hozir esa bunday spravkalarni taqdim etish shu fuqarolikka murojaat qilgan shaxslarga yuklangan. Agarda siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, bunday ma'lumotnomani siz MyGov orqali onlayn zakaz qilishga imkoniyatga egasiz. Keyingi yangilik Peterdan keldi. Bu yerda shu Peterning iqtisodiyot forumi o'tkazilmoqda va bu yerda shu Sberbankning vitse-prezidenti Anatoliy Popov bir qiziqarli yangilik bilan chiqdi. Bu yangilikka binoan endi Sberbank ham shu Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlarini olib kelish tizimini yo'lga qo'ymoqda. Popovning so'zlari bo'yicha bu birinchi bosqichda katta qurilish idoralariga shu xodimlar yetmayotganligida yordam berish kerak. Albatta bunday harakatlarni asosiy sababini biz hammamiz tushunib turibmiz. Bu haqida men alohida video olganman. Nima uchun hozir Rossiyaning iqtisodiyotiga hindistonlik ishchilar kerak bo'lmoqda? Va shu videoni ko'rsangiz, siz tushunasiz, nima uchun yaqin vaqtda shu hindistonlik mehnat muhojirlarining soni Rossiyada faqat ko'payib kelaveradi. Hozir bu videoga shu yerdan silka chiqaraman. Ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'ringlar. Keyingi yangilik Qirg'izistondan keldi. Qirg'iziston hukumati vatanga qaytayotgan mehnat muhojirlarga bir nechta yangi imkoniyatlar haqida e'lon qildi.
Qirg'izistonning bosh vazirining o'rinbosari Daniyar Amangildiyev so'zlari bo'yicha qirg'izistonlik mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish bu Qirg'iziston hukumatining eng asosiy bir vazifalaridan biridir. Va aynan vatanga qaytgan mehnat muhojirlarga birinchi bosqichda Qirg'izistonda lьготный ipotekalar beriladi. Va bundan tashqari vatanda ish joylarini topishda ham ancha yordam beriladi. Odatdagi meni Qirg'izistondan ko'rayotganlar yoki shu Rossiyada ishlab ketib mehnat muhojir bo'lib vatanga qaytganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Hukumatdan yordam tegyaptimi? Qirg'izistonlik Qodirbek degan mehnat muhojir bitta videodan keyin butun Rossiyaga taniqli bo'lib ketdi. Do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Ko'rganingiz uchun katta rahmat. Podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada savollaringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.